Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Bizda endi yangilik Stavropil sasnalarni olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa aloqaga chiqib kelasizlar. Andijon, Farg'ona, Namanganga kerak mahsulotlar 10 milliondan yuqori savdolarni dastakalar qilib beramiz. Va endi bu sasnani assortimentga olib keldik. Kesalar yo telefon qilsalar bitta joydan ishlanib bitadi. To'liq razmerlar 4 lik toza sasna taxtalar olib keldik o'g'on. Mana. Olasizmi metr razmer o'lchaymiz. Olasiz diametrini o'lchagan ataylar metr olib keldiki, xotirjam, hali bitta o'lchamlar bor. Joy bo'lib qolmaydi. Mana aka. To'xtang, nima chiqib ketdi qoldi. Ko'rsating, to'liq tur. Endi bag'i bor, endi bag'i chiqadi, bag'i to'liq turga 10 tonlik. Bu labs qilinib chiqadi, 14 dan kichkina bas. Bular narxlari 150 ming so'm. Turga 14 to'lig'i. Toza sasnali, yel, pel, jedra bas. Javob beramiz. Endi bu yerda turga 19 lik yoshlarimiz bor. Bularni shu holatda turgan holatda aloqaga chiqsalar, qolgan razmerlarni reka qilib bo'lib beramiz. Narxlari 8 ming so'm bilan 12 ming o'rtasida yetaveradi 1 metr. Xolasalar 6 ga to'rtlik qilib beramiz, xolasalar 7 ga to'rtlik, xolasalar 4 ga 4, 5 ga 4 hisob taxtalar kelingda ko'g'im orqasidan bitta olingda. O'zi biz TV sotamiz, bu joyda kelganlar toza taxta ekan. Hali ichli orqa tomoni qanaqa bo'lsa, old tomoni ham to'shnaqa. Bir xillanardi. Bitta tanlab olmayman. Javob beramiz. Mana orqasini olingda-ku. Mana bunisi 32 ga bag'i 14 chiqyapti. Bular narxini 125 ming qilib beramiz. Bag'i 3 ga bag'i 14 to'liq. Endi bunisi bu eng kichkasi 34 chiqadi. 36 gacha bor. 34 da sotamiz. Shular narxi 135 ming so'm. Uzuni 6 metrli 34 ga 14 lik taxtalarimiz. Endi bu yerda listvayimiz bor. 4 ga 17 lik. Tayda 4 ga 19 lik bor. 4 ga 17 likdan 3 ta xolos olgan. Tayda 4 ga 19 lik, hali vekaga, keyin hunarmandlar, eshivonchilar addenlik qilib qo'yilgan narsalar. Bularning narxlarini 240 ming qilib beramiz 4 ga 19 ligini. Yana bu yerda ishlab chiqqan 7 ga 16 lik, uzuni 6 metrlik to'sinimiz bor. Bularning narxi 300 ming deyapmiz. Holatlari yangidek hali bunga o'xshagan oppoq vasu, baquvvat. Beqizor. Keyin bu yerda listvay ham bor. Uzuni 6,5 metrlik, 5 ga 18 ga. Mana ko'ring. Eng kichkinasi 6 metrligacha bor. Bular narxlari 250 ming deyapmiz. Kelishilgan holda bo'ladi. Bular narxlar aytyapsiz, xolos kesalang, aloqaga chiqaverasizlar. Nima yerda bu to'sinlar bor. Ha, xolisdan ham qilib ishlatsangiz ham bo'ladi, xolisdan to'sin qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bular endi narxini 600 ming bilan 300 ming o'rtasida. Bu yerda ikkita kichkinasi bor, 300 ming. Bu kattalar 600 ming so'm. Men hozir 300 ming deb qo'ysam, ertadan keyin kesalang, bu 300 ming deyodilar, sanaqa zot bo'lib qolmayli. 3 ta 4 ta 600 mingligi bor, 3 ta 300 mingligi bor. Keyin 7 metrli to'sinimiz bor. Bu 56 ta bor. 7 metrli to'sinda. Endi mabodo bitta joyga ketib qolgan bo'lsa, 6 metrli to'sin narxida ishlab chiqqan 200 ming narx beramiz. Keyin bitta 6 metrli bor. 6 metrlik to'sinimiz 5 metrlik to'sinda narxida 150 ming so'mdan ishlab chiqqan to'sinlar. Ba'zi 4 metrlik to'sinlarimiz bor. 120 ming so'mdan quruq, baquvvat to'sin ishlab chiqqan. 4 metrlik to'sinlarimiz 100 ming so'mdan. Keyin netda chempion reyka bor. Hammasdan qana bor. Mana aka. Besh u to'rt chiqyapti. Endi bu masalan sasnada vazn o'ynayotganda 5-3 bilan 5,5 o'rtasida. 5,5 ga 3,5 da sotiladi bu narxi. Bu qo'lga tegishi 8,5 ming so'm. 9 minggacha sotiladigan narsa. Endi biz
Bu tabrika bekaga o'xshatib tiniq qilib chiqarib qo'yganmiz. Bu qarangda oldin ham hali jarbal marbal yo'q. Olsa naqli baylangan. Bu orqasi ekan to'g'ri. Mana orqa tomoni. Shu yerda 3000 metr ekan bo'lsa, 3000 metr ekan ichidan jarbal yo'lib qo'yibmiz. Bu yerda bu ham jarbulasagan, sal 3 qanaqa joyi bor ekan xolos. Agar bitma butun. Bir qabr joyi xolos. 3000 metr ekada bir dona shu anaqa chiqadi. Bu ham yarim qabr joyi xolos. Javob deyalamiz. Holatlar bexizolat. Endi bu yerda 5 metrlik baquvvat to'sinlar. Ko'p quruq to'sa 15 ta naql berilgan. Bularni naqlan 180 ming qilamiz. Aloqaga chiqib videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar.